Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, aziz vatandoshlar, Amerikadagi o'zbeklar kanal muxlislari. Mana may oyi kelishiga ham, ya'ni 3-may kelishiga ham sanoqli kunlar qoldi. Bu degani Green Card natijalari e'lon qilinadigan kun. Agar omadingiz kelib, sizga yutuq chiqib qoladigan bo'lsa, bu birinchi bosqich. Oldinda sizni yana muhim jarayonlar kutyapti. Men ismim Alisher, shu kanalning boshlovchisi Abdug'ofir Ahrorovning yaqin do'stiman va Green Card jamoasi a'zosiman. Biz bir necha yildan beri ushbu sohada faoliyat yuritib, yuzlab mijozlarga muvaffaqiyatli suhbatga tayyorlab, Amerika orzusini ro'yobga chiqarishga yordam berdik. DS260 formasini to'ldirish, hujjatlarni tarjima qilish, tibbiy ko'rik va intervyuga tayyorgarlik ko'rish. Bularning hammasi to'g'ri va ishonchli yordam talab qiladi. Biz Amerikadagi o'zbeklar kanali va hamkor jamoamiz Green Card jarayonining har bir bosqichida sizlarga professional ko'mak ko'rsatishga tayyormiz. Green Card bu omad, yutuq. Amerikaga borish uchun zo'r imkoniyat. Lekin har bir bosqichda xato qilmaslik kerak. Hujjatlarni noto'g'ri tayyorlash yoki intervyuda xato qilib qo'yishlik hayotingizdagi eng katta imkoniyatingizdan ayrilib qolishingizga sabab bo'lishi mumkin. Biz sizga suhbatga tayyorgarlik qilish, savollarga qanday javob berish, psixologik tayyorgarlik va amaliy mashqlar bilan yordam beramiz. Har bir jarayonda siz yolg'iz emassiz. Biz siz bilan birga bo'lamiz. O'z vaqtida va to'g'ri to'ldirilgan hujjatlar, kerakli maslahatlar va amaliy yordam bularning barchasi bizning asosiy vazifamizdir. Bizni mutaxassislarimiz bilan birga bo'lsangiz, har bir bosqichdan oson va muvaffaqiyatli o'tasiz. Assalomu alaykum do'stlar, hammaga omad tilagan holatlarda bizni firmamizni boshqa firmalardan qulayliklar yoki nimaga aynan biz bilan ishlang degan maqsadda bizni afzalliklarimizni sanab bermoqchiman. Birinchi o'rinda bizni firmamizda juda ham mutaxassislarda professionallari ishlaydi. Shu Green Card ochilgandan beri shu ishdan shug'ullanadigan akalar 15-20 yildan beri shu ishni ichida turgan, даже kes nomeringiz baland bo'lsa boshqa davlatlarga surib, xullas dokumentdan ishonchli qo'llarda bo'ladi hamma yo'g'iz. Ikkinchi plyus tarafimiz, siz yutganingizda Amerikada bitta odamning ism, familiyasi, telefon nomeri, adreslari kerak bo'ladi. Shu narsani ham biz beramiz. Mana meni adresim yoziladi yoki masalan Rasuljon, Abdurahmon kim bo'lsa shu atrofimizdagi bolalarga beramiz. Green Cardingiz ham ishonchli qo'llarga keladi. Social Security, Green Cardingiz mana bizlar biz videolarni ko'rib boryapsiz, hammasini qo'liga beryapmiz. 6 kun, 7 kun, birarda 10 kun bo'lib ketadi. Juda tez keladi. Ikkinchi plyusimiz shu adres beramiz. Adres. Bu ham katta muammo, chunki ko'pchilik menga aloqaga chiqadi, aka men bitta firmada ish qiluvdim, bitta odamning nomerini yozib berdi, u odam telefon qilsam olmayapti yoki bu odam O'zbekistonga ketaman deyapti, adres kerak deb munoqaga chiqadi. Bizda adres turadi. Xo'p, uchinchi plyusimiz, siz Green Cardda viza olganingizdan keyin bizda taksi xizmatlar bor. Sizni aeroportdan olib kelib, Ohayogami yoki mana shu Nyu-Yorkda atrofidagi 5-6 ta shtatlarga taksi servislarimiz bor, bolalar bor, olib aeroportdan kutib aytgan joyingizga olib borib qo'yadi. Bu uchinchi plyusimiz. Keyin yana bitta to'rtinchi plyusimiz, sizlarga masalan adaptatsiya holatida kelganingizdan keyin sim karta olish kerak yoki bankka borib karta ochish kerak yoki pravaga borib medkomissiyadan o'tish kerak. Shu narsalarga ham bizda bolalar bor, yordam berishadi. Xullas, bizni firmamizning boshqalardan afzalliklari polniy paket uslubi hamma yo'q bizda bor. Chunki Green Card yutishingizdan boshlab adres, bu yerdan kutib olish, bu yerdan uy topib berish ham xizmatlarimiz qo'yib qo'yganmiz. Faqat bo'ydoqlarga hozircha oilalargacha iloj qila olmayapmiz. Bo'ydoqlarga ham uylar topib beramiz, taksidan olib kelib qo'yamiz. Uje bu yerga bolalar yordam beradi pravaga. Masalan, pravani ham bizni Filadelfiyamizni, biz yashaydigan Filadelfiya shahrida eng afzalliklardan bittasi prava dokumentlari juda tez bo'ladi. Mana yaqinda 5 ta bola kelgan, o'zingizlar bilasizlar. Uzog'i 15 kunda prava olishdi, hammasi olishyapti. 10 kundan boshlab 15 kungacha prava olishyapti. Bu juda ham tez. Boshqa shtatlarda bunaqa holat bo'lmaydi. Shuning uchun o'zingizlar baho beringlar, bizni videolarni ko'ringlar. Agar kimdan kim yangi ko'rayotgan bo'lsa, Amerikadagi o'zbeklar degan YouTube kanaliga kirib, poisk qilib kirsanglar, bir 100 ta 200 ta videolarimiz bor. Green Card haqida, kutib olishlar haqida hammasida bemalol bizga aloqaga chiqishinglar mumkin. Hammaga omad. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, men Dilmurodjon. O'tgan yil Green Card natijalarini kutgan edim va omad kulib boqdim. Natijalarni ko'rgandan so'ng dokumentlarda hujjatlar tayyorlashlik uchun Amerikadagi o'zbeklar kanalining jamoasiga murojaat qildim. Ularning yordami bilan dokumentlarni tayyorladik,
professional tarzda yondashuv bo'ldi va tayyorlandim. Va natijada Green Card vizamni qo'lga kiritib, hozirgi vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlarni boshlab, kelajagimizni boshladik. Bugun esa shu jamoaning bir a'zosi sifatida sizlarga murojaat qilmoqdaman. Bizning qanday ishlashimiz haqida ko'p gapirishning hojati yo'q. Natijalarimiz va mijozlarimizning muvaffaqiyatlari o'z-o'zidan bizning yondashuvimizni ko'rsatadi. Va shu yo'lda sizlarga real yondashuv berishga tayyormiz. Green Card anketasida xizmatlarimiz shunday bo'ladi. Oilalilarga $500, bo'ydoqlarga $400 dan bo'ladi. Buning ichiga nimalar keladi? Met ko'rik, mana aytaylik DS260 formasi birinchi o'rin to'ldiriladi. Bundan tashqari perevod dokumentlarni qilib beramiz, doktorlarga appointmentlarni olib beramiz. Bundan tashqari siz suhbatga tayyorlab, shu kuni qo'lingizga dokumentlarni bir kun oldin suhbatga narsalaringizni qo'lingizga chiqarib beramiz. Shu xizmat bizni pulni ichida hammasi bo'ladi. Tafsilotlar va ma'lumotlar olish uchun bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Orzular sari qadamni dadil tashlang va biz yodingizdamiz. Amerikadagi o'zbeklar jamoasida qoling. Green Card g'olibimisiz, marhamat, bizning xizmatdan foydalaning. Barcha DV 2026 ishtirokchilariga omad tilayman. Green Card g'olibi bo'lib, vizalarini qo'lga kiritgandan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlarida o'z hayotlarini boshlashlikka tilakdoshman. Agar shu yil omadingiz kelib Green Card yutib olsangiz, albatta bizga bog'laning. Sizning omadingiz bizning mas'uliyatimiz. Agar biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hammangizga omad tilayman va Amerikada ko'rishguncha xayr.